alaykum. Hadi yurtdoshlar, mana Tog'iston bitta Qo'qon shahridan bitta Fayz xonadonimiz temir ishlarni ponni o'tkazib berdik. Inshaalloh bitta ko'rib baho berasizlar. Bu yoqda bitta darvoza, eshik chaqib berganmiz. Ichkarida ishlarni ham olib beramiz. Xo'p, ichkarilarni ham videoga bitta baho beramiz. Hammamizga nasib qilsa inshaalloh shunaqa joylarda yashash. Bu yoqda panjaralari, shotkalarni qilib berganmiz. Eng ideal holatda hamma narsa ko'nni stilda, qattiq sifat bilan kuchli mutaxassislar tomonidan yasalgan narsalar, ustalarimiz tomonidan yasalgan narsalar, hammasi ko'nni. Barglari ham tunik emas, ko'rishlari mumkin. Mana 10 torlik, bular ham mortda urilgan, hammasi o'rtasiga simala qo'yib berganmiz. Ustunlari vibraterilgan, baquvvatligi ham juda ham bir baquvvat bo'lgan. Bu yoqlari ham mana ushlab chiqish uchun o'rtasiga simalalar qo'yib, bu narsa simaladan qilib yasab berganmiz. Bu yerga torli lisk yaqib, buni ham orqasidan tagidan bolt qatirib, svarkada baquvvat qilingan. Xohlasa, cho'skamiz necha yil xizmat qilsa, shunchalik xizmat qiladigan narsalardan qo'yib berganmiz bu yerga. Qani ketdik, darvozani ham bitta obzorni qilamiz.